Nima? Nima? Qon? Do'stlar, depsimiz o'tish kerak. Voy, mana odamni. Voy, qanday o'ldirgan vahshiy. Voy, yomon zerikib ketyapman. Bitta telefon olmasam bo'lmaydi. Bori vahshiy zerikib ketyapman. Yo'q, hammaga salom bolalar. Men sizlar bilan Faker. Meni yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun yangi video olyapman. Albatta kanalga obuna va laykni bosishni unutmanglar. Unda biz qani ketdik do'stlar. Bugun men o'rmonga sayohat qilmoqchiman do'stlar. Yitella cho'ta ob-havo yomon borma deyishyapti-yu, lekin men baribir boraman, chunki anchadan beri dam olmadim do'stlar. Yitella gapiga ishon bo'lmaydi do'stlar. No mayli. Bu hozir polizlarimni tozalab, do'stlar rosa kanalga obuna va laykni bosib qo'yinglar, chunki aktivim juda ham past bo'lib ketyapti. Juda ham yangi kanalim bu do'stlar. Oldin kanalim blog bo'lib ketdi. Qarochi do'stlar, aktiv vahshiy bo'lmayapti. Shuning uchun like bosib, komment bosib, like bosib qo'ysalaring aktiv ko'tariladi. Unda polizlarimizni tozalab olamiz, keyin esa do'stlar ketamiz. Mazza qilib dam olib kelamiz do'stlar. Qishloqda, toza havoda. Hozir mana bularda ekib chiqish kerak ekan. Keyin merga topshiraman do'stlar. Va mana bo'ldi do'stlar. Nima edi, qurolimni ham olaman, ja bo'lmasa bitta kim bilar, balki hayvon bordir u yerda. Vahshiyroq, yovvoyi hayvon bordir, endi bilmayman do'stlar. Shuning uchun qurol olish kerak. Bu yerga mana bu yerga unda ikki qo'yamiz va bo'ldi ana do'stlar. Endi bularni merga topshirib qo'ysaylik, bo'ldi. Mer qayerda edi? Mer uydami kuch qilib? Bu uyda bo'lsa kerak. Mer kirsam bo'ladimi? Ha, Faker kel. O, mana kiryapman. Polizlar yig'ishtirib keldim, mer. Ha, ber. Okey, mana bu birinchi mana bo'ldi ana. Mer qarochi, men ketyapman, bilasiz-a? Ha, Faker, bugun borman endi, bilasan u yerda. Bugun ob-havo yomon ekan qarochi, keyin o'rmon u yer tashlandi o'rmon. Mer jicha dam olib kelaman endi. Sizlar endi har narsaga ishonolmanglar-da do'stlar. Har narsaga ishonolmanglar-da demoqchi edim merga. No mayli, shashyapman qarochi. Jitel nima gap? Ha, Faker, yaxshimisan? Yaxshi, eshitdingmi men ketganimni? Ha, Faker, bugun borma, ob-havo ham yomon. Hamma shu gapni aytishyapsan boru. Bugun bormasam bo'lmaydi. Bugun bormasam qachon boraman, to'g'rimi do'stlar? No mayli, hozir sizlarga qurolimni ko'rsataman do'stlar. Qurolimni ko'rsataman. Hozir mana buni ham olib olamiz do'stlar. Olib olamiz. Hozircha daraxtda do'stlar, hech narsa chodir-bodir ham olganim yo'q do'stlar. Mazza qilib toza havoda dam olib keldim. Mana do'stlar, meni qurolim do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, qurolim. Qani, mana do'stlar, meni qurolim. Wow, zo'rmi do'stlar? Kanalga shu qurol uchun like bosinglar. Mana do'stlar, ana bo'ldi, qo'yib qo'ydik. Endi hech narsa bo'lmagandek chiqib kelaveramiz. Qani go. Mana do'stlar, 4 ta oldim. Endi salpal abedroqda ketsam bo'lardi-da o'zi. Abedroqda ketaman, ungacha nima qilib tursam bo'ladi. Hozir ketsam kuna do'stlar, mazza qilib dam olib kelardim. Bo'pti, jitter qarochi, men ketyapman. Ha, Faker, ketmagani yaxshi edi-da. Qo'ysang, nima qilyapsan? Mana menda qurol bor, qarasang. Wow! Yo'q-e? Ha, qimmatga olganman qarochi, ko'rdingmi? Zo'r qurol-da bu. Mana hozir ko'rsatib qo'ying. Wow, zo'r qarochi do'stlar, qarasalaring, zo'r qurol-da bu. Digil deylar bu. Mayli. Otishlari ham ajoyib. Bir qarochi hozir ketsam bo'larmikin? Davay, ketdik endi. Kanalga obuna va laykni bosishni unutmanglar. Ishqilib, bugun ob-havo yaxshimikin? Qarochi, menda telefon yo'qligi uchun shu qurolni o'rniga telefon sotib olsam bo'lmasmidi? Telefon yo'qligi uchun hech narsa, hamma yoqdan xabardor emasman-da do'stlar. Mayli, hozir jicha dam olgani sekin tushamiz. Davay endi. Suvni nariyog'idan o'tish kerakmi? Qayerdan o'tsam-ki endi? Mana bu yerda o'tib ketsam ham bo'ladi. Do'stlar, jicha yurdim. Rostdan ham yomg'ir yog'ardi do'stlar, qarochi, rostdan ham yomg'ir yog'ardi. Nima qilsam bo'ladi do'stlar? Juda ham sovqotyapman. Uyim uzoqda, juda ham qaytarmayman ham. Va endi daraxtlar chopaman deb va nimami inverter, nima daraxt chopib faqat toki. Do'stlar, vobshe g'alati bo'lyapti do'stlar. Yomg'irda qoraylar qattiqligini. Yo'qolaman. Do'stlar. What the fuck? Do'stlar, nima qilaman endi? Momo guldiray bo'l. What the fuck? Nima qilsa bo'ladi? Mana bu juda ham sovqotib ketyapman. Sovqotib ketyapman bor vobshe. Qanday mundaroqqa borsamkin qurolim. Chiqib hayvonlar yo'qmi do'stlar? Nima? Do'stlar, bo'rilarda ovoz kelyapti. What the fuck? Bo'rilarda ovoz kelyapti-yu.
Nima qilsa bo'l. Yo'mayo, вообще nima qilaman endi? Yo'mayo. Suv sovuqligini yaxshi suzishni bilaman. Do'stlar, yaxshi suzishni bilaman. Mayli do'stlar. Bu yoqda o'tib bo'lmaydi menimcha do'stlar, chegara bu do'stlar. Bo'rilarda ovoz keladi do'stlar. What the fuck, nima qilsam bo'ladi do'stlar? Qochish kerak do'stlar. Ya'ni suvdagi joyga o'tish kerakmi do'stlar? Mayli. Bitta yaxshi joy topishim kerak edi, panaroq. Bitta shu o'rmonda bitta uy yo'qmi? Davay do'stlar. Oqtarib topish kerak, bir narsa qilib borib. What the fuck, nima qilsam bo'ladi ya? Mayli, ish qilib bo'rilarda ovoz kelyapti. What the fuck? O'qlab olish kerak, har ehtimolga qarshi do'stlar. What the fuck? Nimani ovoz keladi do'stlar? Qo'rqqanimni otib yubordim do'stlar. What the fuck? Bittan kelishsin. Do'stlar, bo'rilarda ovoz kelyapti, juda xavfli bo'ladi do'stlar. Yo'mayo, juda ham qo'rqaman do'stlar. Yomg'ir uyib qoldim, ustim uyib qoldi. Kanalga obuna va like bosishni unutmanglar do'stlar. Mayli, hozir mana bu yoqqa o'tishimiz kerak. Davay, o'zimizga bitta narsa topishimiz kerak. Boshpana topishimiz kerak. Va uyib qoldim do'stlar. Shu yergacha keldim, qarorchi uyib qoldim. Uyib qoldim. Mana bu yerga kirib olish kerak. Vay do'stlar, bittamdan uyib qoldim boru. Juda ham sovuq deyapman. Qanchalik sovuqligini tasavvur qila olmaysizlar boru. Kamiga va yaxshi qurolim borligi do'stlar, bo'rilar chiqib qolay yo'ldan boru. Yo'lda mana endi ovozlari eshitilyapti yomon. Chiqsa shart otib tashlayman, lekin boru. Ko'pchilik bo'lsa otishga ulgurmayman, lekin nima qilsam bo'ladi? Nega ham jitalar gapiga kirmadim? Ahmoqman-da boru, jitalar nimaga ham gapiga kirmadim do'stlar? Nima qilamiz? Pistoletim nima qilsam kuni do'stlar? Va endi mayli, hech kim yo'qmish qilib. Yo'q do'stlar, hech kim yo'q. Do'stlar, soqatib ketyapman boru. Mana jicha yuraylik. Do'stlar, kimdir yashaydi ekan menimcha. Davay do'stlar, jez uray, kimdir yashaydi ekan menimcha. Kimdir yashaydi. What the fuck? Yo'q, qon. Nima? Qon. Yo'q, menda qurol bor, qo'rqish kerak emas. Qurol bor menda. What the fuck? Nima? Qon, odam o'lik. What? Do'stlar, yo'q, bu yerga borish kerak emas do'stlar. Nima qilsam bo'ladi? Voy, kim qilishi mumkin bularni axir? Nima? Qon. Do'stlar, depsimiz o'tish kerak. Voy, mana odamni. Voy, qanday o'ldirgan vahshiy qanday o'ldirgan bu odamni? Yo'q, kimdir yashaydi bu yerda. Do'stlar, do'stlar, sekin. Yo'q do'stlar, hech kim yo'q. Do'stlar. Kim o'ldirishi mumkin bularni? Kimdir baqiryaptimi? Yo'q, do'stlar, kimdir baqiryapti. Kelma. Kimdir baqiryapti do'stlar. Nega pistolet otib yubordim o'zi? Ovozidan chaqirishim kerak emasdi. Yo'q, tezroq qochish kerak. Yo'q, kimdir baqiryapti. Davay, qochish kerak. Nima qochish kerak tezroq, do'stlar? Do'stlar, kasal bo'lib qoldim. Ancha yurdim. Ish qilib orqamdan hali kelmayapti. Har ehtimolga qarshi qurol olaylik do'stlar. Ancha yurdim menimcha. Soatim tun bo'lyapti do'stlar. Kechkiryapti do'stlar. Yo'q, kechkiryapti. Bu yomon soat. What the fuck? Nima? Chaqmoq? Yo'q. Yonimga tushsam? Yo'q. Soqat deyapman. Yo'q. Nima? Qishlog'imiz? Bizning qishlog'imizmi yoki boshqa qishloq, qo'shni qishloq? Yo'q, bizning qishloq. Bu yerlar do'stlar, uzr, yomg'irda bunchalik tumanda qishlog'imiz tanimay qolibman. Yo'q. Jitel, salom. Jitel, nima qilyapsan, Jitel? Fangar, yaxshimisan, tuzimisan, nima bo'ldi? Keyin aytib beraman. Nima qilyapsiz o'zi yomg'irda? Polis jo'natdim, garaj ish qilyaptim. Qarorchi, xullas. Nima bo'ldi Fangar? O'zing namsan, rangga oqarib ketibdi. Juda ham sovqotibsan, uyga kel, aytib berasan. To'g'ri aytasan. Yo'q. So'qotyapman. Qarorchi do'stlar, politsiyaga telefon qilish kerak bo'lgan joyga. Boramiz, xullas politsiyaga qo'shni qishloq telefonni qilish kerak do'stlar. Keyin politsiya keladi-da. Qotilni topadi va meni baqirgan kimdir meni quylabdi do'stlar. Kim bo'sh? Yo'q. Xullas do'stlar, hammaga qarshi videodan ko'rsalaring. Yomg'ir tinganidan keyin politsiyaga telefon qilib albatta u yerga boraman. Kanalga obuna va like bosishni unutmanglar. Hammaga xayr do'stlar. So'qqa deyapman.